Hammamiz juda yaxshi bilamiz, hayotda ko'pchiligimiz muvaffaqiyatni pul, mashina yoki uy bilan o'lchaymiz. Bu Mercedes olibdi, demak bu boy. Boy bo'lgandan keyin u muvaffaqiyatli inson deb ba'zida o'zimizni aldaganimizni bilmay qolamiz. Mana shu noto'g'ri fikrni bizning miyamizga har soniyada to'xtatmasdan quyishyapti. Axir ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ko'ramiz-ku, to'g'rimi? Xoh u yosh yoki o'smir yoshda bo'lsin, o'zi umuman yoshning farqi yo'q. Mana shu videolarga ta'sirlanib, даже o'zingizning hayotingiz o'zingizga zerikarli bo'lib ketadi. Chunki sizda mashina, dang'illama uy, pul yetarli emas va bular yo'qligi sababli siz o'zingizni muvaffaqiyatsiz deb bilasiz. O'zi asli bu narsalarga erishganingizdan keyin hayotingizda bo'shliq paydo bo'ladi. Misol, 20-30 yil ishlab, vaqt, salomatlik, asab hammasi ketadi mana shu narsalar uchun. Va oxiri nima? Bir nechta o'sha yangi olgan mashinangiz bilan tushgan fotosuratlaringiz va agar kreditga olgan bo'lsangiz, kreditli buyumlar yoki uyingiz qoladi. Mashina, uy va pul bu qulaylik, xavfsizlik va erkinlik uchun kerakli vositalar xolos. Lekin biz ko'pincha buni maqsadga aylantirib xato qilamizda. Shunday bo'lsa-da, erishganingizdan keyin hayron bo'lasiz. Ya'ni, mashina olishni 5 yil orzu qilgansiz, oldingiz ham deylik, 2 kun xursand bo'lasiz, sevinasiz. Bir hafta o'tgach, xo'sh, endi nima bo'ladi deb bo'shliqcha paydo bo'lib qoladi. Sababi sizning hayotingiz maqsad emas, tugashli orzular bilan to'la. Muvaffaqiyat o'zi asli bu to'g'ri maqsad qo'yib, o'sha maqsadga erishish. Menga raqsga tushish juda ham yoqadi. Shuning uchun kelajakda raqqosa va aktrisa bo'lmoqchiman. Kelajakda kardiojarroh bo'lib, turli xil kasalliklarga davo topish bu mening eng katta orzuyim. Keling muvaffaqiyatni yanada soddaroq qilib aytsak. Misol, bir ota-ona uchun farzandni yaxshi tarbiyalash bu haqiqiy muvaffaqiyat. Bir sportchi uchun musobaqada g'alaba qozonish ham muvaffaqiyat. Bir bola uchun imtihondan 5 olish esa bu ham muvaffaqiyat. Muvaffaqiyatning asl haqiqiy ko'rinishi shunday bo'ladi. Amerikalik psixolog Viktor Frankl aytgan: inson moddiy darajani to'ldirgach, keyingi bosqichda ruhiy ma'no izlaydi. Agar topmasa, depressiya, bo'shliq paydo bo'lib qoladi. Muvaffaqiyat bu hayotingizda qancha narsa borligi emas. Haqiqiy muvaffaqiyat bu to'g'ri maqsad qo'yib, o'sha maqsadga erishish va ichki qoniqish. Video yoqqan bo'lsa, iltimos qo'llab-quvvatlash uchun like va podpiska esdan chiqmasin. Bundan keyingi videolarimiz xudo xolasa undan ham qiziq bo'ladi.